Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sentyabrning 27-si. Sentyabrning 27-si 2009-yili bizden bunday aytganda mening eng cho'ng o'quvchim Usmonaliyev Ruslanning tug'ilgan kuni ekan. Tug'ilgan kuni meni chin yurakdan qutlaqlaymiz, ha? Ana qo'lchog'lar. Xolos, chindan sog'lik, uzun umr, emne tilek qilsa tilegine jetsin. Gelecekte bir aytganda o'zi bu patriot yigit. Emne maqsad qo'ygan bo'lsa, maqsadına jetsin. Ota-enasining tilegini aqtagan, umidini aqtagan yigitlardan bo'lsin. Xudoy buyursa bu yigitga biz ishonamiz. Biriler biz emas, bari ishonadi. Shuning uchun Ruslan'da da bir qutlaqlaymiz. Hozirgi keyingi so'zni biz Muhammed Aliga beramiz. Ana Muhammed. Ruslanga katta bo'lsa sizga cho'ng rahmat. Tug'ilgan kuningizga qutlug Ana Arun, keyingi so'z Arunga. Keyingi so'z Baqaga. Ruslanga qutlug tug'ilgan cho'ng yigiliklarga yetishib qo'yishdi cho'ng. Ana Qanat, do'st Qanat. Jana gülme güle. İlyas kasız, İlyas. Kuru güle de koysam. Keyingi so'z Zamzam, gaya Zamzam. Ruslanga Arsen, yoqa gel. Yoqa gel. Nursultan qana, bratanına bir iki söz. Ana özümüz uzun olsun. Qambar. Qana Dayşe. Kim var da qana Arsen? Ruslan'ın bugün tug'ilgan kuni ekan, bir iki söz. Sportda ko'ptagan intellekt automatik Bal barakat apa.